Sharqi Turkistonda sistemalik erki qirg'inchilik elib berayotgan Xitoy kommunistlari rayon xalqining milliy kimligi va madaniyat meroslarini yo'qotishga urinmoqda. Xabar qilinishicha, Qashqar shaharlik 6-o'rta maktabning nomi yaqinda Shanxay Pedagogika universiteti qarmog'idagi o'rta maktabga o'zgartirilgan. Shuning bilan birga Xitoy doiralari yana Sharqi Turkistondagi ko'cha, mahalla va maktab nomlarini xitoylashtirmoqda. Türk o'chaklari Oqsaroy sho'basi Xitoyning Sharqi Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyat qilmishlarini fosh qilish uchun 15 aprel Milliy iroda maydonida rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. Ko'rgazmada Turkiyada tonilgan Uyg'ur naqshchi Abdurahim Heyitning naqshlari qo'yildi. Yana bir tarafdan Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi Zaytunburunning yangidan saylangan shahar boshlig'i Ömer Arsoyni ishxonasida ziyorat qilib tabrikladi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen egilik huquq talash tartish qilayotgan Xitoyning qoral kuchi orqali tahdid selishga urinayotganligini aybladi. Tayvan markaziy agentligining xabar qilishicha, poytaxt Taybeyda o'tkazilgan Hind Tinch okeani xavfsizlik munbirida so'z qilgan Tsai Ing-wen Xitoy armiyasiga tava urush aeroplanlari va paraxutlarning Tayvan zimini havo tavalligidagi faoliyatlarining kengayayotganligi va bu orqali harbiy besimni kuchaytirayotganligini bildirdi. Tsai Ing-wen Xitoyning uzun musofirlik bombardimonchi aeroplanning Tayvan havo tavalligidan uchishiga qarata bu qilmishlar bizni qo'rqitmaydi, faqat irodamizni texmi kuchaytirdi dedi. F-35 tipli Amerika havo armiyasining urush aeroplanlari tunji qatim bir o'rta sharq davlatiga o'rinlashtirildi. Amerika ittifoqdosh armiyaga yordam berish uchun F-35 urush aeroplanlarini Arab Birlashma Xalifaligining Al-Zarifa havo armiya bazasiga o'rinlashtirdi. Bu Amerikaning o'rta sharqqa tunji qatim bu xil urush aeroplanini o'rinlashtirishi bo'lib qoldi. Bundan burun Amerika faqat Isroiliyada F-35 aeroplanini o'rinlashtirgan edi. Fransiya prezidenti Macron o't afati sababli zo'r buzg'unchilik uchirgan Farij Buvi Maryam cherkovini 5 yil ichida go'zal bir shaklda yangidan qurib chiqadiganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga i'ona to'plash faoliyatida bir kun ichida 700 million yevro to'plandi. Farij bosh taftishi voqeaning sababini tekshirayotganligini va qasddan o't qo'yish ehtimolining yo'qligini bildirdi.